Amiga salom, sizlar bilan Shahar o'rtoqlar. Bilasizlar, hozirgi kunda Ubucom iPad sotmoqchi bo'lsa, budjeti bormi? Shunday borada yangi versiyasini sotib oladi bo'ldi. Lekin bu yoqda budjeti kichkina, lekin baribir ham iPad sotmoqchi bo'lib yurgan guruhlarimiz juda ham ko'p va shaxsan o'zim ham juda ham ko'pini guvoh bo'lganman va ko'pchilik ham baribir ham bilmaydi o'zi qaysi iPadlarni tanlashni va o'zi arzon budjetdagi iPadlar bormi yo'qmi. Xudo xohlasa, обязательно bor va shaxsan o'zim bugun aynan mana shulardan bittasi, ya'ni iPad 9 ni sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Aynan $120 ga iPad 9 ni hozirgi kunda sotib olsanglar bo'ladi. Narxini oxirida emas, mana hozir aytib ketaman. Albatta, to'liq ko'rsanglar videomizni boshidan oxirigacha iPadimiz qanaqa ishlab beradi, qanaqa xarakteristikasiga ega va qayerlardan topsa bo'ladi, tushuntirib o'tib ketaman o'rtoqlar. Обязательно shunaqa qiziqarli va foydali kontentlar uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. 40 mingta bo'lishimizga juda ham sanoqli odamlar qoldi. Bitta podpiska bosib qo'ysanglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Men juda ham motivatsiyaga to'la bo'laman. Xudo xohlasa videomizni boshlasak bo'ladi va aynan eski telefoninglar bo'lsa, qotayotgan bo'lsa telefoninglar, Telegram kanalimga shunday o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, Telegram kanalimda optimizatsiya, 120 fps berish xizmati, zalyot oshirib berish xizmati, IM Soft, VPN shunga o'xshash barcha servis xizmatlarini arzon narxlarda qildirib olsanglar bo'ladi va YouTubedan kelganlarga обязательно chiroyli skidkalar bilan shaxsan o'zim kuta olaman. Ana endi videomizni обязательно boshlasak bo'ladi. Qani keting. Kelli bo'lmasam har doimgidek birinchi bo'lib iPadimizni xarakteristikasi bilan tanishib chiqamiz. Displeyimiz IPS LCD 10.2 dyum 60 Hz ni podдержка qilib beradi. To'g'ri, IPS ham yomon displey emas, lekin baribir ham OLED bo'lganda anchagina ranglar tiniqroq va yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Protsessorimizga Ion 3 Bionic chipi joylashtirilgan va aynan farqlashligi uchun aytaman, mana shu protsessor iPhone 11 seriyada ishlatilgan. Protsessorimizda umuman kuch qolmagan deyomayman. Agarda o'rtacha normal ishlatilgan holatini topib olsanglar, bemalol hali 1 yildan 2 yilgacha ishlab beradi. Kamerasi bir dona 8 megapiksel, maksimal 1080 razresheniyada 30 ta kadrda tasvirga ola oladi. Batareyasiga keladigan bo'lsak, 8557 mAh. Kelli batareya testlarini aytib bersam. Agarda iPadimizda kino va videoni tomosha qilib o'tiradigan bo'lsanglar, bemalol 9 soatdan 10 soatgacha batareyasi yetib beradi. Agarda shunchaki web surfing qilib o'tiradigan bo'lsanglar, 10 soatdan 11 soatgacha. Yoki bo'lmasam PUBG Mobile yoki umuman boshqa o'yinlarda bemalol 6 soatdan 7 soatgacha yetib beradi. Faqat bir narsani inobatga olib qo'yinglar. Bu qachonki batareyamiz 100 yomkisda bo'lganda, ya'ni yangi holatda bo'lganda aynan shunaqa uzoq vaqt davomida ishlab beradi. Hozir esa bu iPadimizni yangi holatdagisini topish juda ham qiyin. Sotib olganingizdan keyin yoki shu batareyasini almashtirib olishinglar kerak, yoki tayyor yaxshi servisda almashtirilgan batareyali iPadimizni sotib olishinglar kerak bo'ladi. Endi kelinglar o'zi PUBG Mobile'da hozirgi kunda necha FPS ochadi va qanaqa ishlab beradi. Mana shu haqida gapirsam. Bu iPadimiz PUBG Mobile'da to'laqonli 60 FPS ni podдержка qilib beradi. To'g'ri, 90 yoki 120 FPS emas, 60 FPS, lekin $120 uchun bu albatta juda ham yaxshi. iPadimizning operativniy pamyati 3 GB ni tashkil qiladi va ikkita versiyasi bor, 64 talik va 256 talik. Va olayotganingizda iloji boricha harakat qilinglar 256 talik versiyasini topishga va sotib olishga. Baribir ham kattaroq pamyat bo'lsa, baribir ham yaxshi. Aynan o'zingiz uchun kundalik hayotda ishlatayotganingizda ham anchagina kerak bo'ladi. Agarda faqatgina PUBG Mobile o'ynayman desanglar, 64 talik versiyasini sotib olsanglar bo'ladi. Aynan faqatgina PUBG Mobile uchun eslatib o'taman. Sababi agarda 64 taligini sotib olib, ham kundalik hayotdagi video, rasm yoki shunga o'xshash pamyatini to'ldiradigan narsalar bilan va ham PUBG Mobile o'rnatib o'ynasanglar, iPadimiz juda ham qotadi. Aynan pamyati to'lib ketganligi uchun ham o'zingizga yo'l tanlab olinglar. Yoki 64 taligini sotib olayotgan paytingizda faqatgina PUBG Mobile o'ynaysizlar, yoki bo'lmasa faqatgina kundalik hayot uchun ishlatasizlar. Yoki boshqa variant ham bor. iClouddan qo'shimcha pamyat sotib olish. Oyiga $1 to'lasanglar 50 GB qo'shib beradi. Aynan o'sha внешний pamyatga o'zingizga kerak bo'ladigan rasmiylarni, videolarni, kinolarni saqlab borsanglar bo'ladi. Xo'sh, ana endi o'yinda o'zini tutishiga kelsak, o'zi PUBG Mobile'da iPadimiz qotadimi, qotmaydimi? Mana shu savollarga men yo'q deb javob beraman. Agarda iPadimiz yaxshi holatda bo'lsa, agarda iPadimiz yaxshi holatdagisini topib olsanglar, sotib olsanglar, bemalol bitta yaxshi pullar sotib olsanglar, eventlarga tushasizlarmi, bootcamplargami, TDMdami, publicdami, uncha-munchaga qotmaydi. Va aynan bu narxga bunaqa device'ni sotib olish menimcha ham arziydi. Xo'sh, turnirlarda qanaqa? Turnirlarga kirsa bo'ladimi? Aynan TDM va klassikaga. Meni javobim o'rtacha kirsanglar bo'ladi-ku, lekin baribir ham ozgina laglar his qilasizlar. To'g'ri, ozgina diskomfort, lekin o'ynasa bo'ladi. Shu oxirgi zonalarda
lekin qotishlari ozgina ko'payishi mumkin. Sizlarga bemalol maslahat bera olaman, agarda faqatgina o'yin uchun sotib olayotgan bo'lsanglar, chem iPhone X, XS, XR, XS Max ga qaraganda mana shu iPadimizni olib qo'yishni. Sababi narxi bir xil o'rtoqlar, lekin iPadimizni ishlab chiqarilgan yili anchagina yaxshiroq, ya'ni yangiroq ularga qaraganda. 2021-yil sentyabr oyida ishlab chiqarilgan. Deyarli 2022-yil. Va kundalik hayotda ishlatganni ham sizlarga bemalol tavsiya qila olaman, sababi narxi anchagina arzon. Va budjetni iPad qidirib yurgan bo'lsanglar, juda ham mos keladi va ishinglar aynan iPad bilan bog'liq bo'lsa. Shu bilan o'rtaga bugungi videomiz ham oxiriga yetib keldik. Agarda videoim sizlarga foydasi tekkan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, men o'zim maqsadimga erishdim. Har doimgidek o'zinglarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda shunaqa obzorlar qilib gaplashib o'tirish nasib qilsin. Hammaga rahmat.